zo'r holatda G-Tour X70 Plus kelib qoldi. 2023-yil, 23-da to'g'rimi? Kraskasi toza, 4 yumshoq 20 diska bo'ldi. 360 gradus kamera, slipoy zona, panorama lyuk, tonirovka. Salonni holatini qarang, kojasini. Yomon chiqib qo'ygan. Bunda qarang. Sidian обогрев, sidian охлаждение, sidian pamять, sidian управление. Eshikni o'zida mana afishkan o'zida qarang. Hamma yo'g'i tayyorda bu mashinani. Eng qizig'i aytgan narxi, misol uchun hozir eng arzon qo'ygan Malibu'imiz 20-21 ming qo'ydik. Buni aka aytyapti 18 ming dollarga berib yuboraman deb. 3 zonna klimat kontrol mashinada. 3 zonna. Nodni duh, 3 zonna. Mashina 7 o'rinlik. Mazaq orasi, to'ral balon yumshoq. Eng qizig'i 7 o'rinli aytgandek, benzinda yuribdi mashina. 8 ta, 9 ta, 10 tagacha rasxod qiladi deyapti. 92, 95 qo'yib yuraman deyapti. Hozir kapotni ochib ko'rsam, buni qarang, polasa удержания, video registratori bor, o'ziniki zavодской. Hozir kapotni ochaydi. Ha, kapot ham ochildi. Bular motori bilasizlar 1.6 bo'ladi. Aka aytayapti, salonni olib chiqib 0 dan o'zim minganman deyapti. 1.6 motor, rul elektrosistel, ABS sistema, konditsioner, yaxshi akkumulyator. Xullas, hamma yo'g'i shu o'zi qanday o'sha boshidan minilgan bo'lsa, hozirgacha shu holatda turibdi. Narxi ham qiziqarli. 18 ming dollarga 360 gradus kamera aytgandek, hamma yo'q joyda yurgani 162 ming kilometr yurgan. Dehqonni o'zidan. Generalni оформление bo'laveradimi? Generalni оформление bo'laverar ekan. Ekranda raqami turibdi. Endi Malibu'dan ko'ra zo'rda 18 mingga to'g'risi.